Joriy yil Qoraqalpog'iston Respublikasidagi jami 758 ta ta'lim muassasalarini tamomlayotgan 11-sinflar o'g'il bola o'quvchilaridan jami 15917 nafar yoshlar Shimoliy G'arbiy harbiy okrug tasarrufidagi Nukus umumqo'shin poligonida bir kunlik boshlang'ich harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tab, quroldan amaliy o'q otish mashqini bajardi. Mazkur qarorlar mamlakatimizning tarixi va boy madaniyati, buyuk ajdodlarimizning eng avvalo Sohibqiron Amir Temurning bebaho merosi, vatanimiz ozodligi va el yurt tinchligi yo'lida mardlik va jasorat ko'rsatgan vatandoshlarimizning qahramonligi asosida O'zbekiston xalqiga sodiq, qat'iy, hayotiy qarashlar va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash, ularni harbiy xizmatga puxta tayyorlash tizimini yuqori bosqichga ko'tarishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Shu yilning aprel oyida Shimoliy G'arbiy harbiy okrugga qarashli Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Nukus umumqo'shin poligoni negizida 16 mingga yaqin qoraqalpog'istonlik bitiruvchi sinf o'quvchilari jangovar quroldan amalda tayyorlov o'q otish mashqlarini bajardi. Poligonda yaratilgan o'quv nuqtalarida ofitser va serjantlar rahbarligida yuqori sinf o'quvchilarining jangovar qurollar bilan muomala qilishi, ulardan foydalanishi va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi bo'yicha tushunchalar berilib, o'quv nuqtalarida granatalarni uloqtirish, avtomat o'qdonini patron bilan o'qlash, aniq mo'ljalga olishni o'rgatish, turli holatlardan qurolni otishga tayyorlash, avtomatni noaniq qismlarga ajratish va yig'ish kabi mashqlar yoshlar tomonidan katta qiziqish bilan bajarildi. Birinchi marotaba quroldan amaliy o'q otish mashqlarini bajargan yoshlar 100 metr uzoqlikda turgan nishonga qarata 3 dona o'q uzib, maktabda o'tilgan chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlikdan olgan nazariy bilimlarni amalda mustahkamlash imkoniga ega bo'ldilar. Bugun poligonga keldik. O'sha yerda avtomat atacakmiz. Birinchi marta keldim men. O'z poligonga kelgan qonam, tanklarмен, avtomatlarмен, harbiy жұмыстармен tanishdik. Endi kelajakda men ham harbiy bo'laman. Vatanni qo'rg'anim kerak, har erkak. Har bir yigit o'sha yerga kelishini tavsiya etaman. Bugun birinchi marta avtomat kalashnikov ushlab ko'rdim, o'z qo'lim bilan atib ko'rdim, boshqacha ta'sir oldim. Mashg'ulotlar doirasida o'quvchilarga jangovar texnika, qurol, aslaha, harbiy anjom va o'q otar qurol namunalari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Haqiqiy qurollar bilan tanishuv, ularning jangovar imkoniyatlari va texnik tasnifi haqidagi ma'lumotlar bo'lajak yurt himoyachilarida katta taassurotlar qoldirdi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga xalqimiz tarixiga va ma'naviy qadriyatlariga yuksak hurmat tuyg'usini shakllantirish, vatan himoyasiga, uning milliy xavfsizligi, hududiy yaxlitligi va suverenitetini ta'minlashga doimo shay turishga hamda harbiy xizmatni o'tashga tayyorlash tizimini isloh qilish natijasida yoshlarni harbiy xizmatga qadar tayyorlashning tizimini yanada rivojlantirishga erishilmoqda.